Hey yo, salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Turfa o'yinlar kanali. Bugun biz Bombish hayotining ikkinchi qismini olyapmiz. Hozirda videoning yarmi tushmabdi, o'shaning uchun sizlarga hozir tushuntirib beraman. Xo'pmi do'stlar? Qarang, karochi men birinchi qismida hozir borib olayin. Mana bu yerda tugatgandim va u binafsha kiyimda edi. Hozir bu sotuvchi bu odamga sotib ketdi. Merdan bitta uy so'ragandim. Men bitta idish sotib pulimni olgunimcha bitta anetdan Bombish keldi. Keyin bo'lsa u meni bir stak izmrutimni o'g'irlab ketdi do'stlar. Yana aytgancha keyin bo'lsa uyning ijara haqqini to'lolmadim. Ertasi kuni o'shaning uchun men shu uyni olgandik. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Narsalarimiz qolib ketgan ozgincha. Keyin bu yerga ko'chib o'tdik. Men ko'rmaydigan joy deb. Hech kim ko'rmaydi. Zo'r. Naryoqdan, mashoqdan hozir. Mashoqdan tosh qazib, daraxt chopib, ozgincha uyga narsa qildik. Svetnesi qishloqni bitta uydan o'g'irladik. Mana kerakli narsalar ham ozgincha yasab olganmiz. Unda bu yog'i ham video tomosha qiling. Xo'p. Mana shuni olamiz. Biz shunda hozir boyishimiz kerak do'stlar. Bombishdan boyga aylanishimiz kerak. Aytgancha boya bo'lsa, mana bu yerda hozir yaqinda bitta do'kon ochildi. Bu yerda ham narsa sotishar ekan. Salom. Nima kerak? Mana ko'rsanglar bo'ladi. O'zim ana obunachilarimga videoni olyapman. O'shanga nima sotishlaringlarni ko'rsatyapman. Xo'pmi? Bo'pti, ko'rsataver. Qarochi, mana shu yerda kiyim, bu yerda elsa mana shuncha narsa sotishar ekan. Hozir meni pulim bir stak izmurod nimalarga yetadi? Olmos kiyim ularga hammasiga yetmaydi-yu. Osh kiyim bilan naskiga yetadi. Keyin sandiqdan 2 dona olmos adashib ketdim. Sehrlangan olma va go'shtlarga yetadi. Unda yaxshi. Men unda kiyimlardan olaman. Uzr. Negadir o'tmayapti do'stlar. Nega o'tmayapti? Buni eshigi bormi? Yo'q, eshigi yo'q. Unda bu yerni buzib kiramiz. Mana sandiqdagi naski bilan shlyapni olsang bo'ladi, karochi. Tilim ham aylanmay qolyapti.
Ha yaxshi, hop oldim. Bo'pti, nima ketdim. Hayır. Oy do'stlar boylik. Hayır. Hoy, devorda ishlab ket. Ha. Uzr, mana qo'yibman. Bo'ldimi? Ha, ketaman. Hop, ketyapman. Hop do'stlar, endi biz idish teramiz. Bu idish olmas ekan shekilli, hozir olib kelaylik. Agar idish pulni oldik. Pulni chekkaga qo'ysa-da bor-ku. Yana buzib kirish kerak. Mana shu ochiq tursa ham bo'lardi. Ha, aytgancha do'stlar, biz hozir bu yerda tovuq ferma qilgandik. Hozir ko'rsataman. Xo'p, bu yerda ozgincha tovuqlarimiz bor mana. Endi bularga urug' olib kelish kerak. Bitta urug' tayyor. Ko'proq urug' olish kerak do'stlar. Bo'lmasam tovuqlar to'ymay qolishi mumkin. Mana shu yerlarda o't ko'p. Yaxshi, mana o'zi 4 dona yo'q 5 dona bo'ldi. Ha, aytgancha do'stlar, shuncha mehnat uchun obuna va like-ni tirs bosib qo'yinglar mana. Bunday bosib qo'yinglar bo'ldi. Iltimos sizlardan 50 dona bo'laylik, 50 ta obunachim bo'lsin. Hozirda 37 tamiz do'stlar. Iltimos shuni 50 ta qilib beringlar. Ko'rganga yarasha obunani bosib ketinglar. Qiyin emas-ku do'stlar. Yo ko'p narsa so'rayapmizmi? Obuna bo'lsam yomon deb o'ylaysizlar-da. Obuna bo'lsa hech narsa bo'lmaydi. Pul ishlaydi deb o'ylaysizlarmi yoki meni kartam ham yo'q. Pul olishga prosta obunachimni ko'paytirmoqchiman. Shuning uchun obuna va like tugmasini shundaygina bosib qo'yinglar. Iltimos sizlardan 50 ta bo'laylik. 50 ta bo'lsak videolar ham ko'prayadi. Obuna bo'lsangiz videolar ko'p chiqishiga sababchi bo'lasiz va miriqib tomosha qilasiz. Iltimos sizlardan 50 ta bo'laylik, xo'pmi? Urug'lar ham yetib qoladi. Yaxshigina urug' tushdi. Mana hop. Bugun puldan ayrildik. Voy, qornim ham ochqab ketdi. Tuxumlar. Yaxshi, bugungi tuxum. Yaxshi, tuxum oldik. Hammang to'ydingmi? Hammasi to'ydi shekilli do'stlar. Hammasi to'ydi. Endi bu yerdan qanday chiqishni o'ylash kerak. Agar hozir yaxshi, maloch. Bu yerdan endi chiqib tushadigan joy qilish kerak. Qaranglar, tog'larimiz chiqib ketaman deyapti. Bo'pti, uni ozgincha idish teramiz. Axir qornimiz och, pul esa kerak. Boyish kerak axir do'stlar. Ha, aytgancha YouTube'da Kamonchi degan kanal ham bor ekan.
qanday topamiz desanglar, men unday silka qoldira olmayman-ku. Lekin nomini ayta olaman do'stlar. Kuchukcha, kamonchi, chiziqcha H2W. Iltimos shunga obuna bo'lib qo'yinglar. U ham menga o'xshab YouTuber yaqinda ochdi kanalini. Hozirda uni 12 ta obunachisi bor, lekin videolari juda zo'r. U bilan video olganmiz. Masalan, biz olgan video 11 ta like, lekin 200 ta odam ko'rgan. 200 tadan atiga 11 ta. Iltimos shuning uchun obuna va like tugmalarini bosib qo'yinglar. Iltimos shuncha mehnat qilyapmiz-ku sizlar uchun. Sizlar biz uchun bitta obuna tugmasi va like ni bosa olmaysizlarmi? Shuncha biz video olyapmiz, sizlar 2 dona tugmani bosishga erinasizlar. Agar obuna bo'lsanglar, videolar ham ko'payardi va maza qilib ko'rardinglar. Bo'ldiga ketamiz do'stlar. Bo'lmasam hozir zombilar paydo bo'la boshlayapti. Mana shu yerlarni ham olamiz. Orqamda zombi kelyapti. Urib oqishtiramiz do'stlar. Nima video chiqaray aytinglar do'stlar. Kommentariyaga yozib qo'ysanglar, men o'shanaqa video chiqaraman. Masalan, 100 kun orolda yoki Vyjvaniyami aytinglar do'stlar. O'shanda men video chiqaraman o'sha haqida. Obuna bo'lib qo'yinglar iltimos. 50 ta bo'laylik. 37 ta bo'ldik. Shuni 30 tani o'rniga 50 taga ko'taraylik do'stlar. To'g'risini aytsam, kechqurun qishloqlar uxlagandan foydalanib mana shunday sabzilar olib olyapman har kuni. Hech kim bilayotgani ham yo'q. Hop, do'konchiga borib kelay. Hoy do'konchi. Ha, nima deysan? Idish sotib olasanmi? Ha, olaman. Tuxum ham olaman. Olib keldingmi? Ha, mana olib keldim. Hozir menga mana shu 64 ta idish. Uzr hozir. Mana olaveraymi? Ha, olaver. Hop, 64 ta va 15 ta olaylik. 15 tani ham beramiz. Ortiqcha pul olma. Olmayapman. Hozir 15 ta idish ham beraman, qo'rqma. Ol. Tuxum olib kelmadingmi? Olib keldim. Bitta tuxum 2 ta izmirotmidi? Ha, nima edi? Ha, unda men 5 ta tuxum va 2 bo'ldi. Oldim. Bo'shmanmi? Ha, ketaver, bo'ldi. Bo'shmisan deyapman, obunachilar. Bo'shmisan deyapman. Endi bu yerdan olishimiz kerak. Hoy do'konchi. Ha, nima deysan? Boshqa ust kiyimlar ham olmoqchiman. Menda 25 ta va 1 stak izmirot bor. Kiyim bilan ishtonga hammasiga yetadimi? Kiyim bilan ishtonga ozgincha 5 ta izmirot yetmaydi. Ha, unda kiyimimni o'zini olaman. Ertaga 5 ta izmirot tashlab ketaman hozir. Hopmi?